that Maker is back, getting ready to attack. Full of rage, he won't stop this diabolical plot just to have his revenge, and his greed has no end. But for core meeting lords are defending this world, and the old sage is there with much wisdom to share. Ekram Lord, young and just, knows that to win they must work together with goodwill and trust. Oh, core meeting walking together, true seed of friendship forever. Strong mighty laws of nature, preparing a new future. Core meeting always together, becoming heroes forever. For warriors so courageous, core meeting laws of nature. Core meeting, core meeting, core meeting, core meeting. Xanatam Nadi Padişah kurash qilishda eng muhimi nafasni to'g'rilab diqqatni markazlashtirish deydi. Men sizlarning nafasni yaxshi kontrol qila oladiganliginglarga ishonaman, Gevrmo shahzodalar. Diqqatni yig'inglar demasam bo'la? Men uning orqasidan hujum qildim. Ondan oy jon. Men sizlarda gardashadiganlarning beg'amligini obdan bilman, lekin sizlar tezroq maqsanglar bo'lmamdi. Endi biz tez mangdiq-ku. Shundaq-ku, yuringlar. Agar sizlar pishalgan bo'lsanglar, ishlar osondir. Sening zapas qanting olsa bizga berib tutsan qandaq? Nimancha oldiraysan, ha? Danishman tabiatning tempoliq buzilib bo'ldi dedi-ku. Shunga sen to'g'ri tushungan. Meni tezroq uyga qaytqinba. Aniqki biz yana qayta olamiz. Ha? Menga hech nima bo'lmadi. Ha? Kelar qitim yo'lga chiqishdan burun obdanara qara. Menga hech nima bo'lmadi. Yo'lga chiqayli. Sen ansiravatsan, lekin bizdan uchishimizni o'ylasang, olam kemisini chaqirsang bo'ladi. Unda to'kimiralar kuchini ish qilsalay. Arish, kuchini ko'rsat. Endi murtla ko'zanigini ish qilsalay. Arish garmiti, olam kemisi. Endi men sizlarga arish garmitlarining qanday pishadiganligini ko'rsatib qo'yay. Ha? Oy, seni qaramtın mushuma. Tezroq haydab ko'zimizni ichib qo'ymamsan. Voycan, bo'ldi, astara qayda. Seni to'rimizladimidim. Cho'ngroq o'tiringlar, hozirla yerga qo'namiz. Kalva, bir narsaga so'qildingmi nima? Hech nimaga so'qilmadim-ku. Ko'pchilik, biz qattiqlashga havo qatlimiga so'qilibdik. Rokes! Sho'ngroq o'tiringlar. Tutmas. Men qattiq so'qilib ketdim. Fushqir Shamshir. Aramızda uçqir kemini tuzuk haydayamigini salla. Men textlarni tugashdi deb o'ylabdiman. Men o havoda kim tushib ketamdiki debdiman. Ammo sizlar demoqchi bo'lganim, sizlar ham olam kimimdan ayrilgan bo'lsam, bakla eshini chiqish bo'lgan bo'ladi. Sehriy afsun havoni nimachi qotirib yetadigandir. Mo emasmi bilanmidim? Men mo havomi emasmi bilamidim. Lekin bu muz emas, tutqanda sovuq emaskan. Ta'mi xuddi saharning tumondek ekan. Ha? Menimcha osmon o'rilib ketibdi. Osmon o'rilib ketibdi? Menimcha bu gapingga kichik bolalar ishindi. Biz hargiz ishonmaymiz. Burun balkim bu bir rivoyat hisoblanar. Ammo donishmand bizga tabiat tamponligi buzildi degan. O'z ko'zim bilan ko'rib boqaychi. Hay,
Rivoyat amaliyotga olinibdi. Odamning ishongisi kelmaydi. Naq donishmandning degandeklar. Hay, Rokas, men bu narsani obdan ko'rib boqay. Meni Tosh bo'ronning buning foydasi bor. Yordam qila olamsan. Nemanchi yo'g'on tosh bu? Rahmat, o'ylab boqmabdiq. Sen burun bu narsani ko'rib boqqanmi? Shamol chiqib ojizlab ketdi shu. Tabiat dunyoda hech kim bundaqlar yaratib boqmagan. Meningcha buningda g'oyat zo'r bir kuch bor. Qandaq dedim? Bu kuch haqiqatan zo'r. Hatto tabiiy qonuniyatni buza olibdi. Biz degan Geormo hukmronlari, biz ularni ko'chitib qo'yishimiz kerak. Hamma narsa qiyofatga qaytarishimiz kerak. Qaysinglar mamla borsizlar. Bo'pti, sizlardan og'rinmayman. Amaliyotda men asrayapman. Mana bu haqiqiy kuch-quvvat. Agar kim kuchli ham vahshiy bo'lsa, osmon bizning beshimizga uriladi. To'xtanglar, beshimizga tushdi buraq. Biz avval uni buzib yutaylik. Xuddi Roks boya daraxt so'qilib ketgandek. Bu faqat birda ishdan derak berdi. O'zingni taqib olaman. Mening ko'magaligim uchun ko'rinmas va tom bo'lamdi-ku. Bu ishni cho'qon makr qilgan. To'g'ri, yana kelib bu faqat bizga qartilmagan. Roks, murtlar ko'zayniga uni qo'zg'at. Murtlar ko'zayniki. Bu nimada? Fıçqır Şamshar! Fıçqır Şamshar! Bu qaltaq bizga qartilmagan dedi-ku. Buni qilishning hojati yo'qdir, Rokas. Karamatdan beri ichiga qisilib qopti. To'xtanglar, erishgarimiz qutulib chiqdi. Bo'ldi, u oxir qutulib chiqdi. Kechiringlar, Geormoqlar. Sapavada nafas olsa nima degan paysi? Ismim Franet. Tunishganimda xursandman. Zodi kim shunchalar sesli puraqni chiqargandi? Sen texi bizni so'rayapsan. Biz Geormo hukmronlari, men Roks shahzoda. Men tushundim, Arish shahzodasi. Men hayajondan o'zimni faqatlab bosam mayvattaman. Shunda kechiring hukmron oliylari. To'limi xursandman. Kechiring. To'g'ri tushunishingizni umid qilaman. Bizga nemish bu qalqinda beralamsan? Bo'ladi, efendim. Boshda bir uskundak narsa menga yaqinlashdi. Anda tuyuqsizlar. Men tinolmay qoldim. Anda bu yerga kelib qoptiman. Arish hukmronni ko'rdim. Men qanchalikmi tushunmadim. Qandaqli bo'lsin, sana rahmat. Kim uni tutishni xohlaydi? Sen-chi? Zaman, kuchingni ko'rsat. Dengiz kuchini ko'rsat. O'rmon kuchini ko'rsat. Arish kuchini ko'rsat. Gaz kuchini ko'rsat. Bu lava garabitlari bir peshvaqmi yaramaydi ekan. Og'aynilar, menimcha bu ablaqlarning maqsadi boshqa. Qutqizinglar, o'tib qolay. Qutqizinglar. Avaylab rab. Uxlab tushib. Titan to'lqini. Men uni ko'rdim. Hey, Geormo hukmronlari. Men tuyuqsizlik kelib qoldim. Ango? Dalman. Bu yana havosi bak yaxshi. Sen g'animat bilib tez yo'qol Ango. Sana so'g'a aytgasam, bunda qupali qilmasliging kerak edi. Rokas, bizni qutuldirib ol.
Ey, Yo'q, Rokas, bizni qutuldirib olgin. Ayt. Men bilan tushmoqchimisan? Unda asos yo'q. Seni tan to'yg'izib qo'ymizam. To'lama tez bo'ldi-ku, Germo Gemarani. Lekin planim yana yurgizilyapti. Ularni portlatib yutinglar. Hey, bu soltekni o'ldirib yutinglar. Sening afsonang menga ishlamaydi. Qapastik qo'sh. Endi buni o'ldirib yutaylik. O'ldiringlar. Yuringlar. Bekla haybatlik bo'ldi, shundaq-ku. Yolg'iz gazlab qatmaydi. Biroq bu gaz bizga nisbatan ko'p bo'lib ketdi. Roksni qutuldirib chiqaylik. Uni qanday chiqishni bilmayapman. Meni xatoligim bo'lganki, o'zim bir taraf qilay. Mushu hunarni bilamsan, Frat? Bu qaytib xatolashmadi. Qaranglar, o'ngishli bo'ldi. Mehmonlarimiz yana keldi. Ular uzun bardashlik beramaydi. Simen, kuchingni ko'rsat. Sen kuchingni ko'rsat. Ayda! O'rmon kuchingni ko'rsat. Men qaranglar, tashsan birak. Menimcha bular bu qayta bizni qolishligimizni bilib qolsin. Ular nima ish qilmam bilan puxadan chiqqidek o'ynamaydi. Ularning nishoni biz emas, balki arish karmetlari. Ular arish karmetini tirik tutishni planlabdi. Ango nima ishqa arish karmetini tutadigan-da. O ularni qo'l o'rinda ishlatmoqchi. O bir cho'q qo'shin tashkillayotdi. Hech kimning erkinlik erish huquqi yo'q. Shiddat quyon. Rokas, unda qilma. Bugun har qitimni qushingni bir peshkanlik uloqding. Birda tamg'usi qilsam, birda avg'usi qilding. Aldirma. Bu mening ko'rishim. Osmon mening raynom quruqliq jonivari. Buni demsan-mu biz bilamiz. Lekin men qara, bu osmon burunqidek emas. Shundaqmi ko'pchilik? Xuddi donishmand degandek, tabiat tangpongligi buzildi. Osmonmi shu? Tushundingmi? Har bir uchar jonliq uning nishon o'bishti bo'lib qolgan. Boshqa chiqib ketganda sen Angodan qechib qutulolmaysan. Amsi men qanday qilay, Botir boshlamchi? Biz ko'pchilik osmonda Ango bilan ilishaylik. Sen Frat bilan yadi turgan. Gapimni tushundingmi? Tashiga bilan to'g'ri deydi. Biz bilan hamkorlashaylik. Eng yaxshisi biz yaqinlashmaylik. Murtla kuzayniki. Qaytadan yig'laylik askarlar. Olam kemisi. Boshqalarni o'rnimda jang qatnashtirish mening mijozimga moslashmaydi. Biroq men bu yerda qila olamdim yo'q. Davlatimni qo'g'dashga otlab, birodar. Yenimda yurgan Frat. Sana bir narsa qoplab qo'yg'ili bo'lmasmi? Tuak shamol yig'izi tezlik ko'gili bo'ladi. Sen rostli buni haydamoqchimi? Men bilaman, hammasi normal, ha? Biz darhol Ango turgan u tashqib etishimiz kerak. Oldimizda. Nimanda sesiq biroq bu. U nima? Sen birak, u nima?
Raslı Ango'nun havanı qatırayotgan zambir ekan. Sen kimini al bo'sh yerga to'xtatqin? Çataq yo'q. Qaysinglar jiddiy qo'nishni bilsizlar, shingroq o'tiringlar. Shingroq o'tiringlar. Xolts bo'ldi. Sen g'alaba qilding. Albatta. Tez ularni to'sveylanglar, hamoqatlar. Ferno, ozroq suv yig'a olamsan. Bu yerda suv manbasi ozgan, toshma Bu ozgan. yana ahvoli nimandoq murakkab, ha? Tangdasiz tosh to'p. Ay. Kaynidan egishak. Ay. Ay. Rahmat sana tasram. Sen Ferno bilan boshqalarga taqabul tur. Men o'zim berib Ango bilan uchrashay. Maqdim. Ay. Ay. Chidab turg'in, hozirla boramiz. Ne bo'ldi? Meni qutuldirib qolganinga Bu rahmat. men uchun sharaf. Programmalarni podshoh bilan ko'rishmay kutas. Men taxtga chiqqan bu vaziyatni o'zgartiraman. Amisi men sizga mangu sodiq bo'lay podshoh oliylari. Sening yana Franot portlatqiching bor. Shong biz bularni bir taraf qilib yutaylik. Qaraganda Angoning turayotgan o'rni plak va shaxlar bilan qo'rshilgan ekan. Ularni plaklarini saqlab qolish niyati bor ekanda. Bu bagli afsunlarlik ish bo'ldi. Men bu ishni o'zim yolg'iz tamomladim. Bu plaklardan foydalanib muqimlashtirdim. U havo orqali bizga taqabul turmoqchi. Biz uning bargoyidan foydalanaylik. Sayohating ko'ngillik bo'lsin, Ango. Nemish bo'ldi? Ular muqimlashtirish bilgini o'zi yutibdi-ku. Va kalvala. Meni to'sib qolamaysizlar. Bu qaltis hayotni yoqtirishingni umid qilma. Ay. 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 Agram, tezroq. Bu yerda uzun tursak bo'lmaydi. Agram. Ne deb yuraysizlar, ha? Jangda diqqatni markazlashtirishing kerak. Yo'q, Agram. Ay. Agram, sulab qo'ygan puralarimni qutuldirib chiqqan. Ularga qobiliyatlik san yordam qila oladi. Sen qochmoqchimi? Qanday? Kim bo'lsin? Podshohinglar Erish lashkarlari bek batur degandi. Uni lava garmetri bargohidan chuqurga tanglar. Tushundinglarmi? Hamda men berib o zambirakni yo'qtay. Yo'q, o zambirak seni vayron qiladi. Ay. Yo'q. Chatga o'tinglar. Agram qani? Nima? Birodarlar, Ango do'stimning hayotiga tahdid solmoqda. Biz uni yo'qotishimiz kerak. Amisi yuraylik. Yuringlar. Ay.
Немishqa bu begunoh mitlarni tutqun qilsan? Makinning qo'shin tarqaldimi, ha? Hey! Makirning sana o'zining planini deyishning hojati yo'q. To'g'ri dedim. Baribir hech kim anglamaydi. Hey! Nima desang tata shumtak, sening jining oz qoldi. Sening bilan tanishganim xushalman degan bu bir yolg'onchilik. Chidab tur. Bizga birga pishqaq nasib bo'lsa bo'ladi. Hayotimni qutqizib qolding, Frat. Sen meni azalda yangi boqqan emas, Garmit hukmroni. Tanishganimdan xursandman, Frat. Bekli kuch chiqading. Kuch chiqading? Gaz kuchimni chiqaraymi? Asirma birodar, men seni tutib oldim. Nim qilyapsan, Frat? Bo'ldi, qo'yvat. O'zingni qutqaz, men bekli ig'ir. Asirma do'stim, sen qila olaysan. Yaxshisi, burningni itib olgin. Bu mavshi sharaf olimlari. Qaytib kel. Xo'sh. Franit arishlash kerak, u qahramonlarcha qaror chiqadi. Lekin uning tanlig'ini o'zini qisqizishini taladi, o'zini emas. Chunki u bizning texnik yaxshi go'rma qurib chiqalaydiganligimizga ishonadi. Biz uni qurbon berishni hurmatlashimiz kerak. u haqiqatan haqiqiy boshlamchiga ro'kis. Balkim kunlarning birida men bir boshlamchi bo'lib qolishi mumkin, Agram. Island of Gorm, peace and harmony are gone. Now that Maegor is back, getting ready to attack.